Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Buxari rahmetullahi aleyhinin Sahih Buxari namlı kitabıda teyemmüm hakkıdaki teyemmüm alakadar boğan münasebetli hadislerini okuyatkan. Bugünkü babda İmam Buxari rahmetullahi aleyh bir adam şehirde, kışlakta su tapamagan bolsa veya ki namazdan namazdan vakti ötep ketişten ensirgen bolsa bu adam qanday qildi? Teyemmüm kılamdı, kılmamdı deydi. Oldiki bablar asasen seferde su tapamagan adamlarga qaratilgan bolsa, bugun shahar, qishloqlarda su tapamagan, mayli ko'ylarda odamlar avvat yashaydigan doirlarda su tapamagan odamlarninki qanday qilishi haqidagi hukm mazmunlarini so'zlamoqda. Ham shuning bilan birga bu babda ikki diqqat qilish ikki muhim nuqta bor. Birinchi, cho'qib su tapamagan bo'lgan bo'lsa, yana birisi namozning vaqti o'tib ketishdan ensirgan bo'lsa. Demek bu yerde ikki nuqtaga markazlashgan bu babda. İmam Buxari rahmetullahi alayh bu haqda atamu shundaq dedi deb qisqartgan. Nemin dedi? Yani su tapamagan ve namazning vaqti o'tib ketishdan ensirgan adam tayammum qiladi degan qarashni Ata ibn Abi Rabah mush qarashni yoqlagan demakchi. Hem İmam Buxarining göz qarashi. Hatta bu qarashni İmam Şafii rahmetullahi alayhi mush qarashni yoqlagan. Buningdan boshqa İmam Hasanul Basri rahmetullahi alayhi bir adam keselken, su barken, biroq bu odamga suv quyib beradigan, suvni ep beradigan odam yo'q. Suvni elishga qudrat yetmaydi. Bu odamni tayammum qiladi degan. Onundan boshqa Abdullah ibn Ömer'ninki bir qilmishini bu dalil sifatida qo'llanyapti İmam Buxari rahmetullahi alayhi. Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhu o'zining Jurb degan joydagi dehqonchilik maydonidan kelgan. Bu yerda Ömer ibn Xattob oilasiniki bir dehqonchilik maydoni bor. Bu hozir qadar bu naytdi xomliq bog'lari, suvlari shunda yaxshi quduqlari, bog'voralliq joy bu. Bu Jurf degan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki Madina masjidiniki shimolining g'arbiy tarafiga joylashgan. Bir suvliq, bog'liq, xomzorliq bir joy. Mushu Ömer ibn Xattob oilasiniki dehqonchilik qildigan maydon edi ayni vaqtida. Shu yerdan Madina tarafga qarab kelyapti-da. Asrning vaqti bo'lib qoldi. Shuning bilan bir qo'y vaqtidigan, ular chorva so'laydigan shu ig'ilda shu yerda namoz o'qigan. Yani bu o'rin shu Rasulullohning masjidiga taxminan shu ular so'laydigan yeri 2 mil keldi debdi. Yani taxminan 3 kilometr atrofida keladi dedi. Va namozni o'qidi shu yerda asr namozi o'qidi-da. Ondan Madinaga yetib kirdi. Quyosh tixi bati dedi. Namoz o'qib ayadi tayammum bilan. Madinaga kirgan vaqtida, ya'ni 2 kilometr yo'lni besib kelganchilik quyosh kirib ketmagan. Quyosh tixi osmonda bati dedi. Namoz iyoda qilmagan deyildi. Balkim bu yerda Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhu vaqtniki dastlabki vaqtida o'qigan bo'lishi mumkin. Tartilaydi su yo'q. Hamda Madinaga kirishlik namoz vaqti ketmisin deb bu yerda tayammum qilib namoz o'qiganligi aniqroq turdi. Hem Abdullah ibn Ömer'ning namozi qaytib bu yerda Madinaga kirgandan keyin iyoda qilmaganlikning o'zi su yo'q va su topolmagan odam ma'lum vaqtning ichida tayammum bilan namoz o'qigan bo'lsa, namozning vaqti ketmasdan boshqa o'ringa kelsa, ya'ni iyoda qilmaydi degan qarashni kuchlantirgan holatdagi fiqh nazariyasini ifodalaydi. Abdullah ibn Ömer'ning bu qilmishi. Demak bu yerda Abdullah ibn Ömer'ning bu qilmishidan demak suv topolmagan bo'lsa, suv bo'lmagan bo'lsa, mayli shahar bo'lsin, mayli safar bo'lsin, umuman tayammum qilish durust deganlikka kelib chiqyapti bu yerda. Ham tuvanda bu 337-nomerli hadis İmam Buxari rahmetullahi alayhi bizga Yahya ibn Bukayr degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu İmam Buxarining ustozlarining biri Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr nomi bilan mashhur. Ayni vaqtda dağlıq katta Şamniki muhaddislarininki biri. Misrlarda yashagan 231-yillari o'lib ketganligi xotirlangan. Bu odam haqida asosan ko'pchilik shu hadis ulamolari siqa, ya'ni ishonchlik degan nomni bergan. Bu ishonchlik siqa degan hadis ilmidagi nihoyatda buyuk nom. Shu kishiningki hadisni qabul qilishga bo'ladi deganlik bo'ldi bu. Bu buyuk zot Misrniki ayni vaqtda nihoyat dağlıq katta muhaddisi faqihi Lays ibn Sa'd degan kishida o'qigan. İmam Malik rahmetullahi alayhi da o'qiganligi xotirlangan. Bu odamning shu hadis ilmida nihoyat ko'p kishilarni
terbiyeleganligi ko'rinib turibdi. Birinchida mesela İmam Buxoriy rahmatullohi alayh. Sahih Buxoriyda bu odamniki 193 hadisi bor. Onundan başqa yana nurg'un bo'lapmi masalan Muhammad ibn Yahya az-Zuhali bu Xorasonniki dаңlıq muhaddislarniki biri. Mush kishilar mush odamniki shogird bo'ldi. Sahih Buxoriyda 194 hadis rivoyat qilinibdi bu odamdan. Sahih Buxoriyda bu odamdan 194. Sahih Muslimda 3 tane hadis rivoyat qilingan. Bu zat deydi bizga Leys hadis so'zlab bergan edi deydi. Leys ibn Sa'd ibn Abdurrahman degan kishi. Shu bu Shayxul Islom nomi bilan mashhur hafiz muhaddis. Bu odamniki tigi kelib chiqishi Asbahandan, hozir Ironniki Asbahan o'lkasidan. Lekin bu odam keyingi davrda Misrda yashagan. Bu ulamolarning ichida, muhaddislarning ichida o'z davridagi katta zardor, eng cho'ngi katta boy. Bu odam shu sehilik, mardlik babidimi nurg'un xayr saxovatlarni qilish bilan birga ahli ilm, shu Misrning kambag'allarga yordam qilish bilan mashhur. Undan boshqa shu ilmdimi, hadis ilmida, fiqh ilmida mashhur. Shunlashqa İmam Şafii rahmatullohi alayh İmam Malikdimi olim edi deb ta'riflagan bu kishini. Ilm egallash uchun shu o'ziniki yurti Xuroson, Bag'dod, Iroq, Makka, Madina qatorliq yurtlarda bu odam ilm tahsil qilish bilan shug'ullangan. Taxminan 175 yoki 176 yillari atrofida bu odamning o'lib ketganligi xotirlangan. Bayatın diginimizdek bu adamniki katta zardar boyligi ko'rinib turibdi. Bir yilda bu adamniki kirimi 80 ming dinar edi deydi. 80 ming dinar. Bir dinar bir misqal oltin. Bu şu davrning va yoki mush davrning pulga hisoblaylik bir yillik bu adamning kirimi necha million dollar bo'lib ketdi. Bir misqal oltin hozirgi kunda masalan taxminan 1 gram oltin 300 riyal bo'lib qolsa, ya'ni 100 dollarga yaqin bo'lib qolsa, bu bir misqal oltin degan 3 gramdan sal oshidi bu. Yani demek 300 dollar hisoblab qo'yaylik mayli. Taxminan hisoblab 1 dinarni 300 dollar hisoblab qo'ysak 80 ming dinar degan bo'lib ketdi. Lekin shunda bo'lishi qaramay bu odam zakat vojib bo'lmaydi dedi milg'a. Nemishqa? Chunki bu tushgan foydaning hammini shu xayr saxovat yo'lda sarf qilg'achqa bu odamga zakat vojib bo'lmaydi dedi. Mush darajada hem o'ziniki ilmi bilan hem iqtisodi bilan islom dunyosida ayni vaqtida zo'r ta'sirlarni qo'zg'agan buyuk faqih o'z davrining dаңlıq katta ulamosidan biri. Asosan ulamolar bu kishiga bergan baholida rostchil edi, o'z davrining imom edi, hadislarni aytdi, ishonchli edi degan, to'g'ri durust edi degandek katta baholarni bergan. Bu kishi o'z davridagi katta tabiinlarda dаңlıq ulamolarda o'qigan muhaddislarda Ato ibn Abi Rabah, Hisham ibn Urva, Nafi qatorliq katta o'z davridagi dаңlıq muhaddislarda, tabiinlarda bu odam o'qib yetishib chiqqan. Endi bu odamdan kimlar hadis rivoyat qilgan degan vaqtda nihoyatda ko'p. Jumladan bayatdan kimni qilgan mesela İmam Buxoriyning ustozi Yahya ibn Bukayr deymiz, Abdullah ibn Yusuf at-Tinisi deymiz va kaza. Nurg'un o'z davridagi hadis ulamolar bu odamniki shogirdlar bo'ldi. Bu odamniki nurg'un hadislari shu 6 kitoblarda jumladan bo'libmi Sahih Buxoriyda 388 dona, Sunan Nasai'da 282, Sahih Muslim'da 236, Sunan Tirmizi'de 163, Sunan Abi Davud'da 134 hadisi xotirlangan. O demek bu ilmi jihatda qo'shgan tuhfasimi ajoyib zo'r deyishki bo'ldi. Payg'ambarimizning so'zini hozir qadar ulinib kelishda mushta ulamolarniki ixlosi, taqvoligi, tirishchilik bo'lmasa bugungi kunga yetib kelmaydi bu albatta. Leys ibn Sa'd degan kishi bu hadisni Ja'far ibn Rabi'a degan kishidan rivoyat qilyapti. Ja'far ibn Rabi'a Shurahbil ibn Hasana degan kishi bu Misrniki dаңlıq muhaddislarniki biri. Yashagan yurtda Misr 136-yil o'lib ketganligi xotirlangan. Bu odam ham hadis ilmida ishonchlik degan bahoga erishgan. Nurg'un ulamolar rostchil, ishonchlik, o'z davridagi dаңlıq muhaddis degandek shahona nomlarni bergan. Bu odamning ustozlari bir-biridan sarxil. Bu odamdan hadis rivoyat qilgan ulamolar ko'p. Masalan, bayatdan gapni qilgan Leys ibn Sa'd shogird bo'ldi va undan boshqa.
Bu adamning bu hadis ilmida ko'rsatgan ta'siri nihoyatda zo'r. Mesela Sahih Buxoriyda bu adam nomida 20 hadis bor. Sunan Nasai'de 17, Sahih Müslim'de 11, Ebu Davud'da 7, Tirmizi'de 1 hadis yazdık. Yani bu zat A'raj degan kishi rivoyat qilyapti. Yani A'raj degan bu laqami asli to'qa degan gap. Bakrak yani bu laqi tushirish yoki zonglik qilish bahonasida aytilsa bir odamning laqimi. Bu ayiblik, bu cheklindi. Ammo lekin buni hamdaligi farqlantirish asosida yoki shu odam ayib olmaydigan holatda bir laqamga aylanib ketgan bo'lsa, mazoqsiz bo'lgan ahvol ostida bu durust. Masalan, bu odam A'raj deymiz, to'qa degan bo'ldi. Amaliyotda ismi Abdurrahman ibn Hurmus bu odamniki. O'zi Madinalik dağlıq katta hadis ulamolarınki biri 110-yillar atrofida, ba'zilar 117, 119 o'lib ketgan debdi. Bu hijriy hisoblaymiz. Bu odam o'sha o'z davridagi nihoyat dağlıq mazmut hadis ulamolarınki biri. Bu odamga berilgan baholimi Madinalik, Shenjilik hadis ulamosi edi. Degandek nomlarni bu odamga yog'dirib o'tgan. Asos hadis ulamolarınki asos ko'p qismi bu odamning Shenjilik tabiin, Madinalik tabiin degandek baholarni berish bilan birga hadis ilmida bu odamniki ko'p hadislar rivoyat qilingan Shenjilik edi. Ko'p hadis rivoyat qilgan edi. Qurayshlarning nasablarini nihoyat yaxshi bilatdi. Degandek nomlarni qo'ygan yoki baholarni bergan. Bu odamning aytdi ko'p kishilardan hadis rivoyat qilgan. Bo'lib jiqlari bu odamning ustozlarining ko'p qismi asosan sahobalar. Masalan, Muhammad ibn Maslama, Abu Hurayra, qatorliq Muaviya ibn Abu Sufyan, Osman ibn Affan, qatorliq sahobalar bu odamniki ustoz bo'ladi. Hatto Umar ibn Xattob roziyallohu anhumlar. Bu odamdan hamda hadis rivoyat qilgan shogirdlar, masalan, Abdullah ibn Zakwan deymiz, Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Zuhri deymiz. Biz necha qatim tarixini o'tgan nurg'un ulamolar o'sha odamniki shogird bo'ldi. Bu odamning hamda hadis ilmida ko'rsatgan tuhfatlari nihoyat zo'r. Hatto o'sha Imom Buxoriyning Sahih Buxoriyning o'zidan 184 dona hadisi bor. Sahih Muslimda 126 dona hadisi bor. Demak, boshqa sahih kitoblardami, sunan kitoblardami bu odamniki hadislari bor. Yani bu adam deydi, men Ömer degan kishini anlagan edim. Ömer bo'lsa Abdullah ibn Abbas'niki ozodgardi edi dedi. Bu ozodgarda degan gap bir odamniki masalan quli bo'lgan bo'lsa, bu qulini ozod qilgan bo'lsa, bu ozodgarda deymiz. Yani ozod qilayotgan xizmatchisi degandek. Qulluq davrlarda asosan mush qullarniki bo'lapmi shu musulmon musulmonlar asosan ko'p qullarni ozod qilib o'tgan. Savob ko'zlab bularniki ibadeti qarab, taqvoliqqa qarab va yoki uningdan boshqa buning turlik ilm, irfon jihatga bularniki turlik iqtidoriga qarab yoki janglardagi bularning qurbati qarab degandek nurg'un turlik sabablar tufaylidan Alloh rizoligini ko'zlab nurg'un qullarni o'rlik chiqarib o'tgan. Shung tadrijiy bugungi kunga kelgan vaqtida bu qulluq tuzum asosan dunyoda yo'qolgan. Buningda bu islom dini nihoyat turtkilik rol o'ynagan. Mush Umayrmi shu Abdullah ibn Abbasniki qullar bo'lib buni ozod qilib o'tgan demoqchi. Umayrning asli ismi Umar ibn Abdullah. Bu kishi aytdi Madinalik dağlıq muhaddislarniki biri. Hijriya 104-yili Madinada vafot bo'lgan. Bu dağlıq Shenjilik degan nomga erishgan muhaddislarniki biri. Bu odamning aytdi nurg'un hadislari bor. Sahih Muslimda bor, Sahih Buxoriyda bor. Asosan ko'p sonli ulamolar bu kishiga Shenjilik degan bahoni beribdi. Bu aytdi yutuq bir baho. Bu odamning ustozlari kim o? Albatta Abdullah ibn Abbas, Osama ibn Zeyd, qatorliq dağlıq sahobalar. Bu odamniki shogirdlari aytdi bir-biridan sarxil. Bu odam ham qancha hadis rivoyat qilgan deganda Sahih Buxoriyda o'sha odamning nomida rivoyat qilingan 7 dona hadis bor. Undan boshqa Sahih Muslimda 2 dona hadis bor. Muvatta Imom Malikda 1 hadis bor. Demak, bu odamning aytdi tuhfasi zo'r deyishki bo'ldi ilmiy jihatdan elib o'tgan vaqtda. Bu adam shundoq debdi-da, Abdullah ibn Abbas. Men ve Abdullah ibn Yasar Peygamberimizin ayoli Maymunaning ozodgardisi edi bu kishi deydi. Biz yetib keldik deydi. Shundoq keldik-da, kelib Abi Juhaym ibn Haris ibn Simmatil Ansari degan kishiniki qishiq kirib qoldik deydi. Bu Abu Juhaym degan adam shundoq deb berdi deydi. Bu yerki bu Abu Juhaym degan kishi Ansari sahabe, Ubay ibn Ka'b'ninki ağaçının balası, yaksanlısının balası deyilgen. Bu demek Ansari sahabelarınki biri de. Bu adam depti de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bi'r Cemel degan joydan keldi deydi.
Bu Beri Cemal degan tögü quduq degan gap bu. Tögü quduq degan shu quduqqa tugishib ketgan ekanda ayni vaqtida. Shunga bu tögü quduq deb atalgan deyildi. Bu mush aqiq tarafga to'g'ri keldi. Aqiq degan hozirgi shu Madaniylik Jami Islomining oldidagi cho'ng bir vodiy vajilga shu yerda. Bir odam uchqishib qoldi Rasululloh salom beribdi. Rasululloh u kishiga salom qaytdi. Rasululloh keyin tomga qarab o'zini va qo'lini siylab, yani tayammum qilib, anda salom qaytgan deydi. Boshqa rivoyatlarda Rasululloh shu vaqtida kichik taharat qilayotgan edi deydi. Bu hadisi bizga muhim bo'lgan nuqta shu shaharning sal sirtidiroq, shaharningki qirdiki yerda bu hamda ayni vaqtida. Shu yer suv yo'q. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu yerda tayammum qilib, aniga javob qaytdi. Amaliyotda bu mesela çokum zikrini taharatlan qilish kerakmi degan vaqtida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bu qilqini mustahab nuqsatini ashtaq taharat, bitarat holatda Allohning zikrini tilda ammay deb mushtaq qilgan deb ulamolar bu hadisga tushuncha bergan. Va undan boshqa bir qism ulamolar bu ayni vaqtida shu taharatsiz zikr qilish cheklangan, keyin taharat oyati bilan bu mansub qilingan deb qaragan. Lekin bizga bu hadisda bo'lgan muhim bo'lgan nuqta su yo'q vaqtida tayammum qilish bo'lamdi, bo'lmamdi shaharning atrofida deganga masalani ko'z tutib bu hadisni Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi Buxoriyda dalil subtida qo'llangan. Bizga shu muhim bu yerda. Demak, natija xulosa kalam, siz su topolmabsiz, mayli safarda bo'ling, mayli shahar atrofida bo'ling, shaharda bo'ling, suv ham topolmagan bo'lsangiz, siz tayammum qilsangiz bo'ladi degan bo'ladi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.